Bomba narxda aksiya darvozalarimiz bor. O'sha qo'l mehnat 40% aksiya qildik. Zakasiga 650 ming so'mdan zakasiga qilib beryapmiz. Assalomu alaykum do'stlar, yana sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimizda xursandmiz. Xudo xolasa darvozalarimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Xudo xolasa bomba narxda aksiya darvozalarimiz bor. O'sha qo'l mehnat, ruchniy robota darvozalarimizni aksiyaga qo'yganmiz. Kim xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rsalang, manfaatli bo'lsa, xudo xolasa bittadan like, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Kimga qanaqa razmer bo'lsa, hozir batafsil razmerlarni aytib o'tamiz. O'sha qo'l mehnat shtampli pechat darvozamiz, o'sha Samarqand fason, lazer fason, afsona fason, high-tech uslubdagi darvozalarimizni hammasini to'liq obzorini qilib o'tamiz. Razmerlargacha aytib o'tamiz. Xudo xolasa kimning uyiga, xonadoniga razmer tushadigan bo'lsa, aksiya narxi xudo xolasa 30%, 40% aksiya qilib kimgadir manfaatli bo'lsa, xudo xolasa like tugmachalarini bosib qo'yasizlar. Shu razmerlar kimga kerak bo'lsa aloqa chiqsalang, vodiy bo'ylab dastavka ustanovkasi bor. Boshqa viloyatlarga albatta dastavkasi kelishuv asosida. Xo'p, bo'lmasam darvozalarni haqida qisqacha ma'lumot berishni boshladik. Bittadan like tugmachalarini bosib qo'yasizlar, fikrlaringizni qoldirishlaringiz mumkin. Xo'p, shtampli pechat darvozamiz ko'rishlaringiz mumkin. O'sha trendda bo'layotgan high-tech pechat darvozamiz, listlarimiz 1.3 ta bo'lgan, oltga to'rlarimizdan 1.3 ta. Bu joylarga o'sha Nerjevenkadan jilovlarni berganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Darvozamiz o'ta go'zal. Darvozamiz razmerlariga keladigan bo'lsak, bo'yiga 3.5, eniga 3.40 darvoza. Yangi xudo xolasa reklamaga qo'yganmiz. Shu razmer kimga tushadigan bo'lsa, bu darvozamiz asli 1 kvadrat metrini zakasiga bo'ladigan bo'lsa, zakasiga 650 ming so'mdan zakasiga qilib beryapmiz. Kimda razmeri tushib qoladigan bo'lsa, 600 ming so'mdan dastavka ustanovkasi bor. Xudo xolasa aloqa chiqarasizlar. Ko'rishlaringiz mumkin. Darvoza o'ta cho'tib chiqqan, kraskalari shu devor kraskadan bo'lgan. Matviy laklarni sepirgan. Hop, garantiyasi xudo xolasa 3 yilga garantiyasi bor. Hop, keyingi darvozamizga keladigan bo'lsa, keyingi darvozamiz o'ta gibrid fason, high-tech uslubda ko'rinishda ko'rishlaringiz mumkin. O'sha tepa qismlarini skvoznoy qo'yganmiz. Hop, yondorlarimiz shivelli, отдельный kaletka bo'lgan darvozamiz ko'rishlaringiz mumkin. 2 qavatli variantda listlarimiz o'sha 1.5 stenkada bo'lgan, old betonlarimizdan hammasi 1.5 stenkada bo'lgan. Hop, to'qima buni 1-2 profillarimizda hammasi 1.5 stenkada bo'lgan darvozamiz. Bu joylarga o'sha nerjevenkalarni yopishtirganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Tepalarini ko'rishlaringiz mumkin. Taglarimiz shivellarda bo'lgan. Darvozamiz razmeriga keladigan bo'lsak, darvozamizni eniga 367, bo'yiga 360. O'sha eniga 370 lik xonadonga xudo xolasa darvozamiz tushaveradi. Ustidan zazori bilan qilib qo'yganmiz. Tayyor. Darvozamiz kvadratiga keladigan bo'lsak, mana 2 qavatli shumkali variant zakasiga qiladigan bo'lsak, darvozamiz 1 kvadrat metri 1.200 ming so'mdan zakasiga qiladigan bo'lsak, darvozamizni aksiya narxi 1.100 ming so'mdan dastavka ustanovkasi bor. Vodiy bo'ylab xudo xolasa aloqa chiqarasizlar. Xo'p, keyingi darvozamizga keladigan bo'lsak, keyingi darvozamiz lazer fason darvoza, 2 qavatli shumkali variant emas. Bu nimagaki orqasi ham 1.8 da bo'lgan, oldi ham 1.8 da bo'lgan bu darvozamiz. Hop, yondorlarimiz shivellarda, taglarimiz ham ullik shivellar bo'lgan. Ko'rishlaringiz, tepa qismlari profil bo'lgan. Bu joylarga shu nerjevenkalarni qo'yib berganmiz. Xohlasangiz nerjevenkasini qora desangiz, qoraga ham o'zgartirib beraveramiz. Qora desangiz, qoraga ham o'zgartirib beraveramiz. Hop, profillari keladigan bo'lsak, profillari jaqqa javob xudo xolasa 1.7 stenk ishlatganmiz. Любой eshikdan sirkul bo'lsa, kelib lokasiyasini tashlab beramiz. Kelib shu joyda o'zida ham misol uchun tekshirib olishlaringiz mumkin darvozamizni. Stenkalarga umuman xiyonat qilinmagan, xudo xolasa. Hop, to'qima profillar 3.2larimiz 1.5 stenkada bo'lgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Darvozamiz zakasga 1.300 ming so'mdan xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovkasi bor. 1.300 ming so'mdan qilib beramiz. Bu darvozamiz razmerlarini yana takror aytib o'taman. Eniga 355, bo'yiga 330 darvozamiz. Aksiya narxi 980 ming so'mdan. 980 ming so'mdan xudo xolasa dastavka ustanovka bor. Gideta o'sha 11 million, 11,5 million atrofiga borib qoladi. Aniq endi hisob-kitob ko'rmaganmiz. Kvadratga shu o'laverasi 355 ga 330 darvoza oldiga ochiladi, kichkina kalitkasi o'ng o'rta ichkariga ochiladi. Kalitka qismi. Zamovlargacha qo'yib beramiz. Hop, keyingi darvozamiz shu skronli darvoza, soqqali fason darvozamiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Darvozamiz yondorlariga 8 ga 8 1.7 stenkadan ishlatganmiz. 8 ga 8 1.7 stenka. 6 to'rlari 1.5 stenka bo'lgan. Listlari 1.8 plyusovidan foydalanganmiz.
Darvozamiz 3,5 darvoza. Ko'rishlaring 3,5. Bu joylarga nerjamekalarni qo'yganmiz. Xudo xolasa. Bu nerjamekalarni sara desa saraga ham almashtirib beraveramiz. Muammosi yo'q. Xudo xolasa 2 qavat shumkali variantda bo'lgan darvoza. Qaydan qo'yilgan 6 metrlarni ham aytib o'tdi. Xudo xolasa bu darvozamizni ham razmeringizga tushib qolsa 3,5 1 kvadrat metrini 980 ming so'mdan xudo xolasa vodiy bo'ylab ustanovkasini qilib beraman. Boshqa viloyatlarga kelishuv asosida. Dastavkamiz kelishuv asosida. Lekin vodiy bo'ylab любой точкаga xudo xolasa 980 ming so'mdan o'rnatib beraman shu darvozamizni. Где-то 12 million atroflarga borib qoladi darvozamiz. Naqd ko'ryapsiz, zakazga shu darvozani 1 million 200 ming so'mdan 1,5 milliongacha qilib beramiz zakazga. 980 ming tasavvur qiling. Xo'p, keyingi darvozamizga o'tadigan bo'lsak, keyingi darvozamiz Afsona fason darvozamiz. Afsona fason ko'rishlaring mumkin darvozamiz o'ta ideal xudo xolasa. Hop, yondorlarga buni ham 8x8 profildan foydalanganmiz. 1.7 tanka, 6 ga to'llarimiz hammasi 1.7 tanka, listlarimiz pulsovoy 1.8 dan foydalanganmiz. Tepa qismlarini skvozna qilib berganmiz. Darvozamiz razmeriga keladigan bo'lsak, darvozamizni shu joydan 3.90 ga, bo'ylari 3.60. Eslatib o'taman, 3.90 ga 3.60 razmer. 1 kvadrat metr zakazga 1 million 400 ming so'm. Aksiya narxi xudo xolasa 980 ming so'mdan buyon. Aloqachi ko'rasizlar, olib borib ustanovkalarni qilib beramiz. 980 ming so'm. Darvozaga javob xudo xolasa 1 gram detaliga xiyonat qilinmagan. Kelib tekshirib olaverasiz. Haligi ko'pchilik kommentariyada videoyingizni ko'radi. Endi hamkasblarda asosan. Darvozasini bunaqa darvozaga javob, lakaslarni urib beraman, razmeringizga tushsa keling, darvozani ko'rib oling, yoqtirib olib ketaverasiz. Gapimga javob xudo xolasa. Darvozani ko'rishlaring mumkin. Kraskalariga ham xudo xolasa javob. Xo'p, keyingi darvozamizga o'tadigan bo'lsak, bu ham endi gibrid. Ko'rishlaring mumkin. Buni ham yondorlar asosida shu profilda ishlaganmiz. Buni ham yondorlar 8 ga 8, xudo xolasa ko'rishlaring mumkin 1.7 tanka. Listlarimiz pon 2 qavatli variantda bo'lgan. Bu darvozamiz ham darvozamiz razmeriga keladigan bo'lsak, bo'ylari 3,5, enlariga 3.30. Eslatib o'taman. Hop, 3.30 ga 3,5 bo'yi. Darvozamiz zakazga 1 million 300 ming so'mdan 1,5 milliongacha qilamiz shu darvozalarni. Aksiya narxi 980 ming so'mdan. Bomba ya xudo xolasa. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Darvozani lakasa tashlab beraman, mana shu Namangan yo trassani yo'lni bo'yida xudo xolasa hozir to'liq obloshkani ham videoga olamiz. Xudo xolasa sheyga kelib darvozani ko'rib, yoqtirib pul sanab olib ketishaversin. Ko'rishlaring mumkin, darvoza to'ndi shumkali variantda bo'lgan. Kelasizlar, darvozani ko'rasizlar, yoqtirasizlar. Yaqinroq olib kelsangiz, xudo xolasa mana kraskalarni ham ko'ryapsizmi? Tovlanib turadi. Quyosh tushganda boshqacha rang, salqinda boshqacha rang, xudo xolasa. 980 ming so'mdan yana razmerlarni eslatib o'taman, eshitmay, bilmay qolganlarga. Xo'p, 3.30 ga razmerimiz, 3.30 ga 3,5. Aloqachi ko'rasizlar. Xo'p, keyingi darvozamizga keladigan bo'lsa, keyingi darvozamiz shu trendda bo'layotgan high-tech uslubdagi darvozamiz. Ko'rishlaring mumkin. Bu ham 2 qavatli, 1.8 da ishlangan. 2 qavatli variantda ishlangan. Ko'rishlaring taglarimiz Chevellerda bo'lgan, yondorlarimiz 8x8 profilda bo'lgan. Bu joylari lazer, bu joylari mana ko'rishlaring mumkin 2 qavatli variantda bo'lgan. Tepa qismi yopiq bo'lgan buni. Darvozamiz razmeriga keladigan bo'lsa, eniga 3.40, eniga 3.40, bo'yiga 3.60. Kvadrati zakazga qiladigan bo'lsak 1 million 300 ming so'mdan 1,5 milliongacha qilyapmiz zakazga. O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovka bu. Vodiy bo'lib shu darvozamizni xudo xolasa 980 ming so'mdan bu ham. Ko'ryapsizlarmi? Darvozalarimiz hammasi listli darvozalar, ruchnoy работа, hammasi 980 ming so'mdan aksiya qo'yib yubordik. Darvozaga javob tildan chiqayapti, mana kelib tekshirib olaverasizlar. Kelib tekshirib, yoqtirib pul sanaverasizlar. Xo'p, keyingi darvozamizga keladigan bo'lsak, keyingi darvozamiz Samarqand fason darvoza ko'rishlaring mumkin. Darvozamiz hop, eniga 3.35, eniga 3.35. Hop, bo'yiga aniq esimda yo'q. Hop, 25 sentdan nalishga chiqqan. Hozir aniq eslayman, 3.45 toza bo'ylari, 3.45 joyi. Buni kesakidan kesakagacha
3.35 ga 3.45. Bo'yi 3.45, eni 3.35. Darvoza 2 qavatli variantda Samarqand fason darvoza zakazga 1 million 200 ming so'mdan misol shu darvozani 1 million 600 ming so'mgacha qilinayotgan. Hop, nalichkalari bilan 380 ga 380. Darvozani 1 million so'mdan sanab ketaverasizlar. Kelib, lakasa tashlayveramiz, yoqtirib, darvozani ko'rishdan 1 kvadrat metrni 1 million so'mda olib borib ustunovka qilib beraveramiz. Vodiy bo'ylab, xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Tepasida o'sha 40 sent nalichkasi bor, yonida 25 sentdan nalichkalari bor. Do'stlar, videoyimiz yoqqan bo'lsa aloqa chiqishlaring mumkin. Bizning manzillarga keladigan bo'lsak, bizning manzillarimiz Namangan viloyati 3 tuman Jidakapa qishlog'ida joylashgan. Aloqa chiqsalar, xudo xolasa hamma darvozalarimiz xudo xolasa cho'tki olib borib ustunovkalarni qilib beramiz. Aytilgan narxda 1 so'm aqabaqasi yo'q. Ulgurib qo'yinglar. Ulgurib qo'yinglar. Misol uchun 300-400 prosmotr bo'lgandan keyin o'z egallarini topgandan keyin ertaga kommentariyada yolg'on ekan, boshqa ekan degan gap so'z bo'ladi-da, bu aniq narsa. Shuning uchun do'stlar, razmeringizga to'g'ri keldimi, aloqaga chiqing, sirazi keling, lakasani tashlab beramiz. Kelib darvozani yoqtirib, pulini sanab, olib borib ustunovkasini qilib beraveramiz. Xudo xolasa, ulgurib qoling, aksiyadan foydalanib qoling. Xalq uchun xudo xolasa xizmatdamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.